toshmi bu? Mana palaklar bilan o'sib chiqdim. Yovvoyi tarvuzlar qayerdan o'sib chiqishiga kelib chiqishini hech kim bilmas ekan. O'zi chiqar ekan, mana shunaqa bo'lib kichkina bo'lib pishar ekan. Birov ekmas ekan ham buni. Piyoz dalalarimizga har bir joydan qushlar olib keladimi urug'ini. Yovvoyi tarvuz, kattaligi mana shunday, yarim kilo 1 kilolik bo'ladi. Juda serhosil. Bir tub tarvuzda 20 ta 30 ta hosil bo'ladi. Pomidorga o'xshab hosil beraveradi. Hech kim ekmaydi buni deng. Buni hech kim ekmaydi. Keyin hasharchilarimiz piyozni yig'ishtirish paytida buni yorib, so'yib ko'ramiz deydi, lekin afsuski bu yorilmaydi ham, so'yilmaydi ham. Ko'rdinglarmi? Mush bilan ursangiz ham, tevalasangiz ham yorilmaydi. Bruslarda ham foydasi yo'q shekilli. Qani, ayt, avvalam yorolmasim, hozir ham yorolmayman. Haqiqatan qattiq ekan. Lekin mana shu erta bahorda meni ko'karib yotdi dalada. Qachon pishib yetiladi bu? Yorib bo'lmaydi buni. Yo'q. Mashina bosib yorilmaydi. Mashalloh, kichkinaligini qaranglar, ovozini qaranglar. Kim biladigan bo'lsa aytib yuborsin.